Ko'pchilik treyderlar asosiy narsani spread deb hisoblashadi. Chunki ular razgon qilishni istashadi, yangiliklarda full marja kirishni istashadi yoki oltinda $1 qisqa savdolarni qilishni istashadi. Lekin men uchun eng asosiy narsa bu swap va komissiyaning yo'qligi. Nega? Swap ham komissiya ham yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu strategiyalar xilma-xilligiga imkon beradi. Masalan, swapingiz yo'q bo'lsa, siz yillar davomida dividend aksiyalarni sotib olib qo'yish imkoniyatingiz bor. Agar komissiya yo'q bo'ladigan bo'lsa, qisqa savdolarni qilishingiz mumkin. To'g'ri, ikkalasi mavjud, lekin katta ko'pchilik shu ikkalasini qo'shmaydi. Ya'ni kombinatsion savdo qilish kerak. Biz qisqa muddatli savdolarni qilishimiz mumkin, lekin ularni ba'zilarini uzoqroq ushlashimiz ham mumkin. Masalan, bizada US 100, ya'ni Nasdaq indeksida 2022-yildan beri savdo qilib kelayotgan imkoniyatimiz bor. Bunda ba'zi bir pozitsiyalarni siz uzoq muddat ushlab turishingiz, ba'zilarini qisqa savdo qilib borishingiz mumkin. Ushbu strategiya yiliga o'rtacha 25% imkon beradi. To'g'ri, 25% ko'p bo'lib tuyulmasligi mumkin sizga. Lekin agar swap va ham komissiya ham bo'lganida, o'sha 25% ni sizda faqat 3dan biri qolgan bo'lardi. Shu sababli brokerdan ro'yxatda o'tayotgan paytingizda eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu albatta uni Islamic accountga o'tkazish. Shu va shunga o'xshash brokerlarni qandaydir yashirin imkoniyatlardan foydalanish haqida o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.